Joylarda energiya samaradorlik tadbirlari uchun bu yil byudjetdan 900 milliard so'm berildi. Lekin ko'p rahbarlar samaradorlik deganda faqat quyosh paneli o'rnatishni tushunib yuribdi. Hozirgacha 5.3 ming xonadonga energiya samaradorlik uchun subsidiya ajratilgan bo'lsa, shuni 99% quyosh paneli uchun berilgan. Lekin uy energiya samarador bo'lmaguncha sarflangan mablag' behuda ketaveradi. Surxondaryodagi Bug' gaz elektr stansiyasini qurish uchun joy noto'g'ri tanlangan. Tuzilgan shartnoma shartlari puxta o'rganilmagan qo'shimcha xarajat ehtimolini yuzaga keltiryapti. Umuman tizimdagi jiddiy kamchiliklar uchun energetika vaziri va hududiy elektr tarmoqlar rahbarlarini ishdan oldim. Milliy elektr tarmoqlari, issiqlik elektr stansiyalari, Transgaz va Hududgaz rahbarlariga yil yakunigacha sinov muddati belgilanadi. Natija bo'lmasa, ular ham ishdan ketadi. Yangi vazir Sherzod Xadjayev, hududiy elektr tarmoqlari yangi rahbari Sardor Isoqulov, energiya inspeksiya boshlig'i Isoqjonov bugundan yangicha ish uslubini joriy qilishi zarur. Hokimlar ham bu energetiklarning ishi deb xotirjam o'tirishga haqqi yo'q. So'rov hammadan qattiq bo'ladi.